1952-yil bir fransuz biologi o'z joniga qasd qilmoqchi deb o'ylashadi, lekin u butunlay boshqa narsani isbotlamoqchi edi. Bu odamning ismi Alain Bompard. U fransuz shifokori va biologi edi. 1951-yilda u 43 nafar dengizchi halok bo'lganini eshitadi. Rasmiy xulosa, ular 4-5 kundan keyin ochlik va tashnalikdan o'lgan. Bompard o'yladi, bu yolg'on, inson uzoqroq yashashi mumkin. Men buni isbotlayman. U rezina qayiq oldi. Hech qanaqa oziq-ovqat, hech qanaqa suv olmadi, faqat planer va setka. 1952-yil 19-oktyabrda u suzib ketdi. 65 kun davomida u dengiz baliqlarini yedi. Ularning ichidagi suyuklarini ichdi. Plankton yedi. Hatto bir marta yomg'ir suvini yig'di. U 15 kilogramm vazn yo'qotdi, qon bosimi tushib ketdi, anemiya boshlangan edi. Shifokorlar uni oq xalatda olib ketishga tayyor edi. Agar shu yergacha qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, aks holda boshqa ko'rishmasligimiz mumkin. Lekin Bompard omon qoldi. U 1952-yil 23-dekabrda qirg'oqqa chiqdi. Bu inson tanasi haqida nimani isbotladi? Birinchidan, odam dengiz suvini ichmasdan baliq sharbati bilan yasha oladi. Ikkinchidan, tana qiyin sharoitda o'z resurslarini safarbar qiladi. Uchinchidan, psixologiya eng kuchli qurol.